Uzdil CSS dərsliki 34-cü qism CSS avlod tanlagıç. Bu avlod tanlagıç deganimiz, bu yangi huquq bo'lib qoldi. Avlod tanlagıç deganimiz descendant selector yani tarkiblik tanlagıç deb ataladi. Avlod tanlagıç qismidagi elementga asosan tanlash ilib bordi. U orqali ba'zi mumkin bo'lmaydi deb qaralgan iqtidorlarni amalga oshirg'ildi. Undaqda biz oddiy bo'lgan avlod tanlagıç qarab boqaylik. Mesela bu misal qaraydigan bo'lsak, bu yerda ma important degan qismidagi ma so'zlik qizil yantu xatolatda ko'ringan. Ma qismi cho'ng xat, tom holatda, yoki ma aslidagi ma xat bo'lsa kichik holatda, mayat important bo'lsa, ma kichik xat altidagi yantu xatolatda ko'ringan. Demak, mayatga ma xat bilan ma xatning ikkisiga bu yerda qanday aniqlik berilganligiga qaraydigan bo'lsak, masalan, bu yerda ma h1dagi im H1 ichidagi im lan bo'ldi ekan. Buning xat rangi qizlalat ko'rinsin deb yozilgan bo'lsa, ma birinchi ustidagi ma misaldagi usti qisminiki ma H1 ning ichida ma P ning ichida. Bu im qarta berilgani ma bu qizlarangda ko'rilish bo'lgandan keyin ma H1 dagi ma niki ma im degani ma h1niki avlod hisoblanadi. Shunga bu faqat ma qismida qizdiran ko'rinib, ma bu program ijro bo'ldi degan gap.